Men yaxshi ko'raman O'zbekistonni. Mana shu yerdan hech qayerga ketgim kelmaydi. Uyimni yaxshi ko'raman, mahallamni, konimni, mana shu Chimyon zonani, Farg'onani, umuman O'zbekistonni. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik tinch hayot saqlab turibdi-da, bu bizni bitta katta yutug'imiz. Ota-onam Rossiyadan kelishgan, lekin men o'zimni mentalitetim, o'zim O'zbekistonlik. Men o'zimni his qilaman shunday. Faxrlanaman O'zbekistonda tug'ilib o'sganimga. 5 yoshli qiz biz Tataristonga boribmiz. Mana bu bo'lgan voqea, men hammalarga aytib beraman. Biz bozorga boribmiz. Bozorda boryapmiz, men 5 yoshli qiz ayam qo'lidan ushlab, uzoqdan bitta do'ppili odam ko'rdim. Qovun sotyapti. Yugurib ketyapman shu odamga. Ayam bozordan meni begona joyda yo'qotmay deb orqamdan yuguryapti. Yugurib borib yoniga "Assalomu alaykum" dedi. Haligi o'zbek odam meni ko'rib nima qildi? Aytyapti, "Qizim" deydi. "O'zimizniki, ayol qarang, o'zimizniki" deyapti. 5 yoshli qiz uchun do'ppi shunchalik nima ekanki, men begona odamni chet elda o'zimizniki deganim. Haligi odam ham menga qovunni ayamga ushlatib qo'yadi. "Men" deydi, "mana shu qizimga" deydi. Ana tarbiyaga bog'liq, ko'p narsa tarbiyaga bog'liq. Biz ada o'sganmiz O'zbekistonda, o'zbeklar, ruslar, tatarlar har xil millat ichida o'sganmiz. Lekin mana shu O'zbekistonga bizga tarbiyamiz bilan ota-onamiz, mahalladoshlarimiz, o'qituvchilarimiz singdirib qo'yganda mehr singdirib qo'ygan. Shu haqiqatan men o'zimni chin qon nimalarimda, tomirlarimda his qilaman. Farg'ona tumanining So'lim Chimyon hududida Konchilar shaharchasi mavjud. 1904-yilda bu joyda O'rta Osiyodagi dastlabki neft quduqlaridan biri topiladi. Shundan so'ng Chor Rossiyasi hukumati davridan boshlab mazkur hududga imperiyaning turli mintaqalaridan ruslar, tatarlar, forsiy zabonlar, yahudiylar, boshqirdlar kabi ko'plab turli millat vakillari ko'chib kelib, mahalliy aholi bilan sobiq Sovet tuzumi davrida ham birgalikda yashashgan. Aholining asosiy qismi qora oltinni burg'ilab qazib olish bilan shug'ullangan. 20-asr ikkinchi yarmida temir mahsulotlari ishlab chiqaruvchi zavod faoliyati yo'lga qo'yiladi. Mustaqillikning dastlabki yillaridagi qiyin iqtisodiy va ijtimoiy vaziyat ishchilar shaharchasidagi ko'plab aholining tarixiy vatanlariga qaytib ketishlarini taqozo qildi. Keyinchalik temir zavodi xususiylashtirildi, ammo faoliyati to'xtadi. Neft qazib olish ishlari ham texnologik yangilanish oqibatida ish o'rni keskin kamaydi. Hozirgi kunda shaharcha hududidagi Konchilar mahallasida 4000 nafar atrofida ko'p millatli aholi istiqomat qiladi. Yaqin atrofdagi Chimyon, Mindon, Xonqiz qishloqlari uchun umumiy bozor ham aynan shu mahalla hududida joylashgan. Bundan tashqari iqtisodiy driver sifatida kurort sanatoriyalar tizimi kengaymoqda. Sihatgohlarda shifobaxsh serovodorodli suv ko'plab bemorlar dardiga malham bo'lmoqda. Shaharchaning baynalminal ko'p millatli xalqi hayoti haqida esa uzoq yillardan buyon o'qituvchilik qilib kelayotgan Semyon va Munira Munirovna bilan suhbatlashdik. Men Semyonova Munira Munirovna 17-maktabda ishlayman, o'qituvchi bo'lib, ko'p yillar psixolog bo'lib ishlaganman, hozir tarbiya o'qituvchisi. Konda yashayman, yoqadi. Shu vaqtgacha mana yaxshi yashayman. 4 ta farzandim bor, yaxshi xo'jayinim bo'lgan. Rahmat o'tib ketdi. Qaynam matematika o'qituvchisi edi. Rosa yaxshi ayol edi. Xo'jayinim Buravoyda ishlagan. Ularning oilasi opoqalari Rossiyadan kelib, shu yerda yashab, mana shu zaminda qolib ketishgan, shu turpoqqa qo'yilgan. Men o'zim Qo'qondan, ota-onam Rossiyadan kelishgan, lekin men o'zimni mentalitetim, o'zim O'zbekistonlik. Men o'zimni his qilaman shunday. Faxrlanaman O'zbekistonda tug'ilib o'sganimga. Men shu qonimiz 120 ga kirganiga, maktabim 60 yilga kirganim, pensiyaga 1 yil qoldi, lekin o'zim orqamdan qoldirgim kelyapti bitta yaxshi hissa. Gap borku,
Qo'lingdan kelmasa yaxshilik, qilma yomonlik u ham yaxshilikka kiradi. Shu meni bunday shiorim deyman-da. Qo'limdan kelgancha yaxshilik qilishni harakat qilaman. Endi ko'p yillar mana shu yerda yashaganim uchun odamlarni yaxshi ko'raman. Konni, aholisini yaxshi ko'raman. Chunki qiyin vaziyatda hammasi yelkadosh bo'ladi-da. Yaxshi. Nima o'zim ko'p har xil vaziyat bo'lgan. Qiyin kunlar bo'lgan, yaxshi kunlar bo'lgan. 4 ta farzandi mana shu yerda katta qilganman. Xudoga shukr, hurmat qilishadi. Endi nasib qilsin, Xudo xolasa oxirigacha shunday bo'lsin. Qudalarim yaxshi uchradi, kuyovlarim yaxshi. Nasib qilsa yaxshi kelin oling. O'g'limni uylab, shu meni bitta orzuyim, nasib qilsa hojilarga boray. Qo'qon shahrida tug'ilganman. Men maktabda o'qib, rus maktabda o'qirdim. Keyin institutga topshirdim. Institutga topshirgandan keyin bir omadim bor ekan, 3 ta imtihondan o'tib, pedagogika psixologiya nimasiga institutga o'qishga kirdim. O'qib, ishladim, oilamga yordam berdim. 4 ta farzand biz, 3 ta opam, bitta akam. Endi shulardan bitta opam qoldi Qo'qonda. Qolganlar hammasi rahmatli bo'lib ketgan. Nima, onam juda ham yaxshi ayol edi, otaman. Onam suhbatdosh, hammani ko'nglini oladigan ayol edi. Unga ko'p odam kirib, dardini aytardi, maslahat olardi. O'zi o'qimagan, juda ham nima, sadda ayol edi, bog'chada ishlardi. Bir kuni mahallada o'tirganda qiz so'rab kelishibdi. Qiz so'rab kelgandan keyin onamni yoqtirib qolishibdi. Onamni yoqtirib, onam orqali meni yoqtirib qolishdi. Mana shunaqa qilib taqdir ekan, Qo'qon Azim degan joydan kelib, mana shu konda yashayman. Hech hamda xafa emasman, rosa xursandman. Kelib mana shu xalqni yaxshi ko'raman. Mana shu joyni yaxshi ko'raman. Mana shu havoni yaxshi ko'raman. Shu joyda yurganimda to'g'risini aytaman, rohatlanaman. Endi Qo'qonligimdan hech narsa qolmadi, ko'ngliman. Haqiqatdan. Mana farzandlarim 3 ta qizim, bittasini Farg'onaga, bittasini Qo'qonga, bittasini Chimyonga berdim. Xo'jayinim kelganda meni bir ko'rib qarabdi-da, 13 yosh mendan katta xo'jayinim. Bunday qaradim-da, aytdim. Taqdir shu ekan. Ana, shuni qilib ko'p yashadik. 26 yil birga yashab qo'ydik. 4 ta farzandimiz bor. O'zi xo'jayinim nima Semyonov Erkinjon Buravoyda elektrik energetik bo'lib ishlagan. Qo'li gul odam. Bu ham bir omad deyman-da, Xudoga ming marta shukr, shu odam menga uchraganiga. Juda ham naqa mehribon, shirinso'z, mehnatkash, zo'r odam edi. Haligi o'tib ketgan bo'lsa ham uni haqida hech narsa yomon gap ayta olmayman hech qachon. Shu vaqtgacha uni xuddi tirik odamdek his qilaman-da. O'ta menga yordam beradi hozirgacha. Mana faqat turmush qurganimizdan keyin kelib hech kim tanimayman. Xo'jayinim ishlamay qo'yordi-da, ada bog'chada ishlardim. Kelib ba'dam ishga kiraman deb o'ylagandim. Daryoda farzandli bo'ldim. 2 yil uyda o'tirib qoldim. Yana bitta farzandli qizchali bo'ldim. 2 ta qizim bor edi. Ularni katta qilib bog'chaga ishga kirdim. Keyin maktabda bir nima stavka psixolog ochildi. Aka chaqirishdi. Maktabga ishga kirdim. Ko'p yillar ishladim. Endi bizni vaqtimizga kollejlarga bolalarni kirgizish bo'ldi. Direktor Zamira Payda Ibragimova, uni bilan birga zavchim rahmatli Madam aka edi. Yaxshi ishlaganmiz. Bolalar bilan jon kuydirib, rohatlanib, haligi aytadi-ku, baxtli odam shu, kim xursand bo'lib ishga boradi, xursand bo'lib uyga keladi. Ana shu meni haqimda gap. Haqiqatan xursand bo'laman, ishga borsam, sog'man. Ertalab turib nafas olyapmiz, quyosh ko'ryapmiz. Mana shu o'riklar gullayapti, sirenlar. Xursand bo'lamiz. Bolalar, nevaralarni ko'rganimga qancha xursandman. Maktabimni yaxshi ko'raman. Haqiqatan qurilishlar bo'ldi. Mustaqillikka erishgandan keyin o'zimizni hissamizni qo'shganmiz. Anchagina maktab
Shunday narsa menga bir omad bo'ldiki, men yoshi kattalar bilan ham ishladim. O'zim o'quvchilarim o'qituvchi bo'lib, hozir menga hamkasb bo'lib ishlashyapti-da. Bu ham bir omadda, hurmatingizni joyingizga qo'yadi. Maktabda ishlasangiz, shunday narsaki, o'zi men tarbiya fani o'qituvchisi bo'ldim. U vaqtda milliy g'oya edi. Psixolog bo'lib qayta tayyorlovdan milliy g'oyaga o'qib oldim. Institutga qatnab, o'qib, endi bilimga chanqoq shunaqa odatimiz bor-da, tinmasdan kitob o'qiymiz, qiziqamiz, o'zim qiziquvchanman. Ko'p odamlar bilan savollar berib, adam ba'da internetdan, hozir internet boshlandi, qiziqib, ko'p narsa o'rganyapman. Maktabda ishlab, bolalar bilan unaqa qattiq qo'l tura olmayman-da. Shu o'zimni bilaman. Do'stona menda ko'proq nima bo'ladi. Qattiq ularni nima qila olmayman, so'ka olmayman. O'zi shu odatim bor. O'zim bitta ayibim deyman. Bolalar bilan do'stona. Bunday chegara yo'q. Hammasini quchoqlagim keladi, o'pgim keladi, yaqin ko'raman. Har bittasini o'zim farzandimdek ko'raman-da. Haqiqatan shu yo'g'on bas. Men o'ylaymanki, qanday o'zi ota-onasiga bolasi shirin bo'lsa, bizga ham shu-da. Bolalarni bor-ku shunaqa sho'x bolalar. Ularni hamma so'kadi. Men aytyapman, oshni ichiga tuz solmang-da, bemaza bo'ladimi? Shu bolalar oshni tuzi. Men aytyapman, shularning orqasidan pul topyapmiz. Rohatlanaman, shunaqa sho'xlar bo'lsin, nima bo'lsin. Men o'zim kasbimni yaxshi ko'raman. Yana unday o'ylab ko'rsam-da, 1 yil qoldi pensiyaga deyman. Shu bu yil ishlab, yana yilga chiqib ketamiz ekan. Mana sheriklarim borda, 4 ta kishi, biz yoshimiz yetyapti. Unday qandaydir natijani, hisob-kitobini qilish kerak-da, endi ishlaganingizni, hali kelganimizda oq listga o'xshaymiz-da, xuddi hech narsa ichiga yozilmagandek. Hali qarilardan oldik. Bir gap bor-ku, bir qaridan, bir yoshdan oldik. Biz ham xuddi shunday-da, shu qarilardan ancha bilim oldik. Qo'limizdan kelgancha. Endi hozir yoshlarga qarayman, yoshlar bizdan ko'p biladi. Tем более hozir IT nimalardan. Ulardan olaman ko'p narsani. Harakat qilaman, o'rgangani to'xtamasga. Zerikmaslik uchun bir narsa o'rganib oldim. Nima, bir o'tirganimda opoqimizni daftarini topdim. Ada opoqimiz eski gazetalardan lavhalarni yopishtirib qo'ygan ekan. Balkim biror kuni mening deydi nimalarimga kerak bo'lar, avlodlarimga deb yopishtirgandir. Uni qaragandan keyin qiziqib qoldim. Haqiqatan bizning konimiz 120 ga kiryapti. Mana o'tdi ham 60 ga maktabimiz. Maktabda meni qaynam rahmatli matematika o'qituvchisi Zoya Ilyasovna Isxakova ishlagan. Hozir men ishlayapman. Tarixini boshladim qidirgani. Tarixini qidirgandan keyin mana shu bizda elektrostansiya, bizning uyimiz 120 ga kirdi. Men yashagan uyimiz 120 ga kiribdi. Bu o'zim tarixning bir bo'lagi ekanda, shu biz tarixda yashaymiz. Bizning konimizning havosi tozaligini, bizning sanatoriy bolalardan so'rayman. Nima bizda bunday taniqli nima bor desam, bo'laydi sanatoriy, suvimiz, shu servodorod suv deydi. Shu odamlar qattangina kimiyada shatga nima qilgani, lecheniya olgani. Hamshiralarimiz, doktorlarimiz ko'p, mana shu yerda hammasi o'zimiz o'quvchilar, kiring ustoz davolaning deyshadi. Endi shu deganiga qancha xursand bo'lasiz. Keyin elektrostansiyani, zavodimiz, nima mana shu yerda shuncha joylar bo'lgan. Keyin birdaniga to'xtab qo'yganiga ko'pincha shu tarixni eslardan chiqarishdi. Men shu taniqli odamlarni rasmlarini topib, odamlarga kirib, surishtirib, mana shu gazetalarga nima qildim-da? Harakat qildim. Qo'nchilar shaharchasi Nobel mukofoti degan haqiqatan Nobel mukofotini olgan shu bor-ku mukofoti. Nobel odami kelganmi baqa? Nobel uylar deyshadi-da. Shu uylarni Nobel uylar. Nobel kelib uylarni qurganmi ekan deb o'yladim. Haqiqatan tarixini ko'tarsam, u Nobel bas ekan, uni o'zini injenerini jo'natgan ekan baqa. Injenerini jo'natib, haqiqatan bizga
baqa nima kelgan, dvijok, haligi elektr dvijok, u hamma konni chirag'ini nima qilgan. Bizni opoqimiz nima deydi? Avlodga shu elektr nimasi o'tyapti. Mana hozir opoqimma o'g'li, keyin mani xo'jayinim, mani o'g'lim, mana qarang, hozir hammasi elektrik bo'lib, shu kasni olib ketishyapti. Elektrostansiya bilan bog'liq ekanda shu nima hammasi. Tarixini ko'tarsiz juda ham ko'p qiziq narsalar bor ekan. Neft birinchi neft bizda topilgani qarang. Osiyo davlatlar bo'yicha bizda mana konimizda birinchi bo'lib neft topilgan. Shu nimasini muzeyni harakatida yuribman, dokumentlarni to'plab qo'ydim, rasmlar, mana maqolalar yozyapman, qo'limdan kelgancha shuni xudo xolasa balkim qaysidir hissam shunga qo'shilsa, bir tomchi bo'lsa ham nima qilaman. Yaxshi, mana Konchilar shaharchasini Qo'shaloq bayrami degan maqolani ham yozgan. Ba'da ham shu tariximiz haqida maqola bor. Men o'ylaymanki, haligi kimdir qilsin degandan ko'ra qo'limdan kelganini qilayman. Endi bir tomchi mendan bo'lsa, yana bittasidan bo'lsa, u ko'l bo'ladi albatta. Va bizni konimizda dunyo tanisin deyman. Hozir turizmga qancha ahamiyat berilyapti, to'g'rimi? Hozir sanatoriylar bor. Shuncha odam har xil joydan keladi. Abaqa kelib muzeyda ko'rsa, haqiqatan shuncha ma'lumot bor bizda konda-da. Shunday odamlar shatda yashagan. Men faxrlanadigan deyman-da. Mana shu konda yashaganimda faxrlansam bo'lar. Bitta sizga narsa aytib beraman. Bozorga chiqsam, Qo'qonga. Men odam tanimayman-da. Odam tanimaganiga odam rosa ko'p bo'lib qolaman. Abada konda yursangiz bozorda hammasi tanish. Shuning uchun har bir siz bittasiga assalomu alaykum desa, sizga salom berishsa, konda yashaganimdan rosa xursandman. Maktabda ishlaganimdan xursandman. Oilam yaxshi bo'lganiga, ko'z tegmasin, xursandman. Shu Boriga shukur deganimga Xudo yana ham ko'proq beryapti. Men o'zi meni gapirsam jicha shivaman boshqacha. Millatim tatar. Men O'zbekistonda tug'ilganman. Mentalitetim menga singib ketgan. Misol uchun biz Tataristonga mehmonga onam olib borgan. Da ovqat yeganmiz. Men yomonlamayman ularni. Ularning o'ziga yarasha yaxshi ular odamlar hammasi. Lekin shatdagi taomlar yoqadi. Shatdagi kuylar yoqadi. Shatdagi nutq yoqadi. O'zbekistonda menga singib ketganda, menga kiyimlari yoqadi, do'ppilar. Hozir ko'rsangiz, biz nimchalarda, nimalarda mana har juma nima qilib talab bo'lyapti. Shunaqa havasingiz keladi, o'qituvchilarga qarasangiz, o'quvchilarga qarasangiz, shunaqa chiroyli ketsa, maraqqa do'ppilarda qizlarim yurishsa, sochlarni o'rib qaytyapti-da, tarix qaytyapti. Bir faxran. Atlas ko'ylak, do'ppilar yo'q bo'lib ketganda, hozir bo'ylarda ko'rsangiz, shunday prям ichimdan xursand bo'lib ketaman. Bu haligi katta gapirish emas-da. Chin yurakdan gapiraman men. Haqiqatdan. Endi demoqchi bo'lganim, vatan tushunchasi agar kindik qoning to'kilgan tuproq, san tug'ilgan joy bu vatan desak, kichkina gap, katta narsani, dengizdek keladigan narsani tomchi bilan ifodalagan bo'lib qolmasmikinmiz demoqchiman. Aslida vatan sizningcha nima? Mana men sizga yoshligimda bo'lgan narsani aytib beraman. 5 yoshli qiz biz Tataristonga boribmiz. Mana bu bo'lgan voqea. Men har doim bolalarga aytib beraman. Biz bozorga boribmiz. Bozorda boryapmiz, men 5 yoshli qiz ayam qo'lidan ushlab, uzoqdan bitta do'ppili odamni ko'rdim. Qovun sotyapti. Yugurib ketyapman shu odamga. Ayam bozordan meni begona joyda yo'qotmay deb orqamdan yuguryapti. Yugurib borib yoniga assalomu alaykum dedi. Haligi o'zbek bir kelib qoladi. O'zbek odam meni ko'rib nima qildi? Aytyapti, qizim deydi. O'zimizniki, aya qarang, o'zimizniki deb.
5 yoshli qiz uchun do'ppi shunchalik nima ekanki, men begona otamni chet elda o'zimizniki deganim. Haligi odam ham menga qo'g'otda qovunni ayamga ushatib qo'yadi. Men deydi, mana shu qizimga deydi. Ana tarbiyaga bog'liq, ko'p narsa tarbiyaga bog'liq. Biz ada o'sganmiz, O'zbekistonda o'zbeklar, ruslar, tatarlar har xil millat ichida o'sganmiz. Lekin mana shu O'zbekistonga bizga tarbiyamiz bilan ota-onamiz, mahalladoshlarimiz, o'qituvchilarimiz singdirib qo'yganda mehr singdirib qo'ygan. Shu haqiqatan men o'zimni chin qon nimalarimda, tomirlarimda his qilaman. Uzr kechirasiz. Endi konchilarga kelganingizdan keyin ham bu yoqda ham haligi ko'p millatli aholi yashaysiz-da, to'g'rimi? Bu vatanda, bu yilda, bu konchilar shaharchasida ko'p millatli aholi yashaydi. Necha yillardan 120 yildan beri Kondi tarixi 120 yilga borib taqalsa konchilar shaharchasini 120 yildan beri demak o'sha xalq bir xalq bo'lib, nechta millat vakili yashasa ham bir xalq bo'lib yashab kelyapti. Nima deysiz endi bunga? Men shuni aytamanki, bir vaqtlar ba'da Rossiyadan odamlar kelib, shu neftga yordam berishgan, burovoylarga, nimalarga. Keyin nima bo'lgandan keyin mustaqillikka erishganimizdan keyin ko'pincha nima ko'chib ketishgan. Ko'chib ketgani, lekin qolganidan xursand bo'ldi. Mana shu yerda meni ota-onam ham ketamiz deyishmadi. Bizga ham aytishadi, siz boshqa millat vakili dedi. Men yaxshi ko'raman O'zbekistonni. Mana shu yerdan hech qayerga ketgim kelmaydi. Uyimni yaxshi ko'raman, mahallamni, konimni, mana shu Chimyon zonani, Farg'onani, umuman O'zbekistonni. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik tinch hayot saqlab turibdi-da, bu bizni bitta katta yutug'imiz. Bu ham aytar, nima bo'lsa ham urush bo'lmasin. Endi bu shu to'g'ri gap ekan. Boshlaridan o'tganiga shu gapni aytishgan ekan. Ertalab vaqtli turamiz, boshimiz og'rimaydi, xursandmiz, cho'ydamiz, ichamiz, bolalarimizni aqabaqa jo'natamiz, ishga, o'zimiz kechqurun uyga kelamiz, eshikni ham bekitgan esimizdan chiqaramiz. Shu tinch hayotning nimasida? Qo'shnilar bilan yaxshi. Ali uy tanlaganda qo'shni tanla dedi. Qo'shnilarim har doim yaxshi, yomon kunlar yonimda. Shuni men aytmoqchiman. Hamkasblarim, qo'shnilarim, qarindosh urug'larim hammasiga ming marta rahmat. Meni bo'richa qabul qilishadi-da. Mana bitta narsani sizga aytaman. Meni buvam ko'p menga aytib berganda qaynamam shu yerda. Endi men o'zim 30 yil bo'ldi-da, 30 yildan o'tdi kelganimga. Aytib berardi. Nima Rossiyadan kelganlar ko'p bo'lgan ekan-da. Ular nima o'qimishli bo'lib, nima qilganiga ish o'rgatib, u yaxshi chiqishgan ekan. Nima ba'da Ironlilar kelgan, neftni nimasini, burovoylarni ko'p tushunganiga. Ular bilan meni xo'jayinim shaxsan o'zi mana shu bolalar bilan o'rtoq bo'lib yurgan. Har doim uylarga kirardi, biznikiga kelishardi ekan. Buvamni onasi rosa pazanda bo'lgan ekan. Ular hammasi to'planib shu yerda o'tirishgan ekan. Hech hamda bunday urush, janjal, nima, bayramlar bo'lsa ham mana shunday to'planib hammamiz yaxshi o'tiramiz. Mahallamizni ko'rsangiz, chalpiq, xalvatlar qilishadi. Men shaxsan qattan bildim, mana to'y bo'lsa, hammasi yonimda. Nima bo'lsa, so'v marosim bo'lsa, Qo'qondan rahmatlar ham kelganda, qaynam o'tganda aytayapti. Konni aholisiga rahmat ekan deydi. Mahallani boshidan oxirigacha odamlar tayyor turishibdi. Nima yordam beray, nima tobutni qabristonga qo'lda olib borishadi, mashinada olib bormaydi bizda. Mamadali domla bordi Asilov. Mana shu yoshlarni ancha shu tomondan yo'lga solgan. Bolalar juda ham qabristonga borishadi. Nima qilishadi, qo'llaridan kelgancha nima yordam berishadi. Hozir mana nimada open byudjetda yutdik. Eshitgansiz. Yig'ladim.
xursandchilik haligi bir ko'tariladi, bir tushadi deydi-ku, biz yana ko'tarilyapmiz. Men mana shu yerga kelganimda, ko'chaga chiqqanimda bitta mashina to'xtadi. Ichidan unaqa kostyumda, shimda, qora shlyappada shunday mo'ylovi bor odam tushdi-da, yurib ketdi. Unaqa hurmati baland odamga o'xshab bunday qaradimda, kim ekan bu dedim. Keyin so'rasam, Mahram Petrovich deyishdi, tanimaysizmi deyishdi. Mana rasmini ko'rsatay sizga. Nomi Iman yosh kelin qatdan bilishim mumkin. Keyin surishtirdim. Surishtirsam aytdi, shu odam ba'da Burovoyda rahbar bo'lib ishlaydi. Rahbar bo'lib ishlaydi, hammani ish bilan ta'minlaydi. Mani xo'jayinim uni qo'lida energetik bo'lib Burovoyda ishlagandi. Ishlagandan keyin nima qanchalik uni hurmat qilganini xo'jayinimni qachon bildim? Больницада yotibdi ekan Mahram aka. Svet ishlamay qoldi. Menga deydi, Erkinjon olib keling iltimos, mana xo'jayinim rahmatli. Olib kelinglar, chirog'imni to'g'irlab bersin debdi. Ukol qilishni boshlashibdi qo'liga, mana xo'jayinim aytib beryapti. Erkinjon, o'tir baqa debdi. Keyin o'zini farzanddek ko'rardi, endi yaqin ko'rib, kerak vaqtda sugardi ham, kerak vaqtda yashigar, ota dedi, ota o'xshab. Qo'lida mahkam ushlayapti, ukolni qilishibdi, nima qilishdi, chiroqlarni qilib beribdi. Keyin menga kela xo'jayinim aytib beryapti. Qara dedi, shunaqa katta odam deydi, shunaqa oddiy odamlar bilan nima qiladiki, qo'lidan kelgancha yordam bergisi keladi deydi. Men aytdim, endi shaxsan o'zim gaplashmaganman uni bilan. Men bag'dan gapirgan odamlarga qo'lidan kelgancha yordam bergan ekan, ish bilan qonchilarni ta'minlagan ekan. Undan keyin anchagina nimalar ishlar orqaga ketdi, nima o'zgarib, shu Mahram aka yordam berardi. Qonni nima qilgani. Endi hozir shunaqa odamlar mana bo'lib qolar deyman, qonimizni ko'taradigan. Qattan shunga ishonib aytaman. Bizning maktabimizda ko'p yillar o'qigan nimalar bor edi. Yaxshi o'qiydigan ko'chalar shatdan chiqib, mana misol uchun mana shu oilani farzandlarini ko'rsatkim kelyapti-da, Sotkinovlarni mana ko'rib oling iltimos. Kavsar nimani? Koinot Kavsarni rahbari mana shu Maqsadjon, yoshliklari, otasi, onasi shu Bahriddin aka bilan Muhabbat opa farzandlarini o'qitib, ba'da hammasi basi shu rasm bor ekan qaynamni albomida. Topib qiziqdim. Endi jon kuydirib shunchalik farzandlarini qiynalishsa ham o'qitib, hozir shu Maqsadjon konga jon kuydirib sanatoriylar quryapti, nima qilyapti, harakatda. Men aytaman, odam kelib bizni konimizni ko'ryapti-yu, shuncha qurilishlar bo'lyapti. Bu kon uchun, xolos o'zi uchun bas, konni faxri, kon ko'tariladi, odam keladi, odamlarga ish bilan ta'minladi. Bu mana biz maktabdan chiqqan, konimizdan chiqqan bolalarni mehnati. Akalari zubnoy, vrachlar, hammasi o'qimishlilar, opalari, hammasi yaxshi ziyoli oila bo'ldi. Birinchidan bunday o'ylab ko'rsam, hayolimga shu keladi. Yana bitta narsa aytaman, mana shu zavodimizni boshlig'i edi, Islom aka, qarang. Asilov mana qarang. Asilov Islom aka u zavodda direktor bo'lib ishlagan. Qanaqa zavodda? Mana shu yerda nima Chirimizi deyilisharmikan, u ba'da temir nima chiqaradigan rosa kon, mana shu Burovoy va temir shu zavodimizda ishlashgan odamlar edi. Men aytaman-da, shu odam ishlaganda anchagina zavod bilan yashardi-da. Kon zavod bilan yashardi, Burovoy bilan yashardi. Sanatoriylar bor edi. Keyin haligi temir yo'q bo'lib qoldi. Men sabab bilmayman, men ko'p nima qilolmayman. Odamlar ishsiz qolgandan keyin, zavod bekilgandan keyin xalq
nima qilishni bilmay endi shunaqa vaqt haligi yangi o'ylarni qurish ham oson emas-ku, qancha qiyinchiliklar. Xuddi shunday mustaqillikka kelganimizda ancha qiyinchiliklar bo'lgan. Ko'pincha Rossiyaga, chet elga ishga ketishgan. Mana shu hissasini qo'shgan odamlar deyman-da, o'zini nima qilish uchun. Men yana aytyapman, mana shu meni Ilyos opoqima rasmlari bor. Qarang qanaqa odam edi. O'zim o'g'lim ham otini Ilyosbek deb qo'ydik. Ishakov Ilyos edi. Opoqimiz elektrostansiyada ishlardi. Mana shu odamni ham ancha urushlarda qatnashgan, farzandlarini katta qilib meni qaynamni o'qituvchi qilib o'qitgan. Hamkasbi mana qarang, Valentin Gorna, mana shu meni xo'jayinim birinchi o'qituvchisi edi. Belkova Valentina Egorna eng qari o'qituvchi edi, o'tgan yili o'tib qoldi. U ham mana shu yerda maktabda ishlab, nechta o'quvchini chiqargan shu maktabdan. Boshlang'ich o'qituvchi edi. Uni ko'p odamlar yaxshi so'z bilan eslashadi hozirgacha. Men aytaman, bu ayol naqa jon kuyar ayol edi. Hamisha nima bilmasam yugurardim, yoniga so'rardim. Hech qachon yodimasdi. Endi mana millati boshqa, o'zbek millati bo'lmasa ham, yaxshi o'zbek oila uni o'z qaramog'iga olib, o'zlari oxirgacha chiqarib nima qilishdi. Men aytaman, shuni farzandlari hali shu xotinni duolarni olgan, rohatini ko'rishadi. Mana biz maktabda ishlagan va o'qigan bolalarni endi aytaman-da, hozir mana jamoada ishlaydiganlar qarang. Jamoada ishlaydigan Ulug'bekjon, Timur, Shahnozaxon, nima Zayniddin, Sherali, ular bizni 17-maktabda ishlagan, o'qigan o'quvchilarimiz. Endi hozir ular o'qituvchilikka o'qib olgandan keyin qarang, bir nimasi bor ekan, shunchalik hurmatlari jamoa raisi bo'ldi. Nima ishlashyapti, hammasini hurmatidan. Biz ham faxrlanamiz. Ular shuncha hurmatga erishganiga, bizni maktabdan chiqqaniga, 17-o'rta maktabda o'qib, oliy dargohlarda o'qib, ota-onasiga rahmat. Shunchalik farzandlarini harakat qilishib, o'qitib. Mana shularning farzandlari hozir mana o'qiyapti, bilim olishyapti. O'ylaymanki, hozir open byudjet yana aytyapman. Shularni nimasi bilan, jon kuyar bilan biz yutdik-da qonimiz. Endi bu hammani ham qo'lidan kelmaydi. Hammani juftlab, shunchalik jon kuydirib, Rossiyadagi odamlar ham ovoz berishdi. Mana shu yerdagilar ham kechasi ham, kunduzi ham jon kuydirib. Mashhurlardan men bunday o'ylayman, shatda Shamsiddin aka, Saidahmedovlar, Egamberdi aka bordi. Ular neftni nimasi zavodi bordi-ku, zavodda Shamsiddin aka Saidahmedov rahbar bo'lib ishlagan. Ko'p yillar hozir pensiyaga chiqdi. Meni rahmatli qaynamning o'quvchisi edi. Nima matematika o'qituvchisi edi. Zoiliyasini har doim maqtardi. Saidahmedov nima ko'p narsaga erishadi shu bola deb maktabdan bilardim dedi. Haqiqatan shu odam uni nima zavod Farg'onadagi bor-ku, neft перегонный zavodning rahbari bo'lib ishlagan. Hozir Buxoroda yashaydi, adashiladi. Ularning ukalari nima rahbar bo'lib yonida yurgan. Nimani prezidentning oldida ministr ham bo'lib ishladi. Men aytyapman, shu oila ham ancha nima Ishmamat aka mana shu yerda yashaydi, hozir ham Konda. Shu oila ham rosa ziyoli, aqlli, bunday tarbiyali oilalardan biri. Faxrlanadigan oilalardan. Elmurod Haqnazarov hozir haqiqatan haqning nazarida. Qarang familiyasiga. Ayasi bilan Ma'mur opa bilan bog'chada ishlaganmiz biz. Ular yosh bolalar bo'lib, yugurib onasining oldiga kelardi. Men maktabda psixolog bo'lib ishlardim. Ular mana shu Konda yashab, keyin Farg'onaga ko'chib ketishgan oilaviy. Shu kichkinaligida biz baribir o'zimizni hissamizni hech bo'lsa ham qo'shganmiz deb faxrlanib ko'rganimizda salomlar berib, televizorda ko'rsak qancha faxrlanamiz. Oilasi juda ham nimada, unaqa Ma'mur opa kamtarin, bosiq ayol. Nima
birga ishlaganimizdan bog'chaga ishga kirganimda menga qo'lidan kelgancha yordam berardi-da, bog'chada tarbiyachi bo'lishlar. Keyin men maktabga ketganman. Ular Farg'onaga ko'chishgan. Qarang, baribir konga keladi shu bola. Haqnazar buvasi shu yerda yashaydi, xolalar, qarindoshlari kelib mana shu yerda o'qin byudjetda ham o'zini hissasini qo'shdi shu bolalar. Qarang, katta bo'lsa ham baribir vatan tortar ekan. Endi men aytyapman, faxrlanamiz. Shunday bizda vatandoshimiz borligida katta ko'rsak ham, albatta biz ham shunday farzandimiz borligidan xursand bo'lib, faxrlanib turamiz. Bitta narsa sizga aytib beraman. Yo'lda ketyapman, mashina to'xtadi. Mashina to'xtab, bitta bola oppoq ko'ylakli, shunda kostyumda bunaqa solidniy vidda tushib, "Ustoz keling" dedi. "Assalomu alaykum" dedi. "Yo'q, o'zim ketaveramsan." "Yo'q, o'tiring" deb meni majburlab mashinaga o'tirg'izdi. O'tirg'izgandan keyin qarasam, o'zimizni voyenkomimiz, mana shu yerda Madatov Sardor bor. O'zim o'quvchim, men sinfrabar edim unda. Aytyapti, "Ustoz, shu mashina olganimga, bunaqa yurganimga sabab siz" dedi. Mana yolg'on gapirsam, u meni nima qiladi-da? Ko'rib turibdi. Aytgan, "Bir vaqtlar siz bizga motivatsiya bergansiz. Yaxshi o'qigan, qo'lingdan kelgancha yaxshilik qilgan, hali ko'rasan. Mana shunday qo'lingdagi papkalar olib, oppoq ko'ylaklarda, shimlarda buyruq berib yurasan. Ruchka bilan ish olib borgan yaxshiroq-ku, o'zing qiynagandan ko'ra" degan shu Madatov Sardor menga hech qancha bo'lmadi shu gaplarni eslatgan. Haqiqatan men aytaman, sinfrabar bo'lib hech qancha bo'lmadi. Men keyin boshqa o'qituvchi bo'ldi ularni, lekin ular hozirgacha shu gaplarni eslaganiga ertaklar ko'p aytib berardim ularga. Ertaklar har doim yaxshilik bilan tugaydi-ku. Bitta o'quvchim gazetaga maqola chiqqandan keyin Sohibjon mana shu yerda bilyard olib boradi, mana shu Sohibjon bor. Aytgandi, "Ustoz, shu ertaklarni hozirgacha eslayman. Bizni bolalarimizga ham aytib berasiz. Qarang, baribir qanday bo'lsa ham yaxshilikka intiladi-da odam shu ertaklar. Bizlarning vaqtlari bo'lmagan, bizga ertak aytgan. Darsingizga kir, ertagingizni eshitgimiz kelardi" dedi. Qanchalik xursand bo'ldim. To'xtab joyimdan aytdim, "Vaqt bekor o'tmabdi ekan" dedim. Kim qanday tushunsa ham dedim. Xursand bo'ldim. Haqiqatan har bittasini gaplari, so'zlari. Asilov Timur ham har doim aytadi. "Aytardingiz kasal bo'lganimda, hali menam baland bo'lib ketasan." Shu gapni ko'p nima qilaman-da, oppoq ko'ylaklarda papkalar bilan yurasan, ruchkalar bilan. O'qiysan, rahbar bo'lasan deb. Farishtalar shu vaqtda "Amin" debdi. Voy, ko'rsing. Ha. Motivatsiya. Nima bu? Qanaqa to'garak nima oladi bunda bola? Ha. Shu motivatsiya to'garagida men qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Bunaqa qiyinchilikni nima, shu hayotga mana qarayman, shu Shuhratjon degan 15-maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. 15-maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi, qo'l oyog'i yo'q, lekin tirishadi, harakat qiladi shu bola. Qo'lidan kelgancha pas nima qilgisi kelmaydi. Shu men nogironman demaydi. O'qiydi, oliy ma'lumotli bo'ldi, o'qimishli bo'ldi. Bolalarga rasmlarigacha olib kelib maktabga ko'rsatganman shularni hammasi. Qarang, qo'lsa shunaqa rasmlarni chizib, bolalarga motivatsiya bo'ladi. Aytadi, shu odam shunchalik chizsa-yu, harakat qilsa, yashagani, intilsa, biz qilmaymizmi deydi. Nima kelib gaplashib, nima qilgandan keyin mana medallar berdim. Bu faxrli nimada endi prezident nima qilgan, nishonlarini bergan. Keyin harakat qilaman, tarixiy obidalarni ko'rsatib, birga yurgani bolalar bilan, sayohat qilgani, chiqqani, farzandlar bilan, bolalar bilan o'zi tabiatni yaxshi ko'raman. Hozir bahor qanday chiroyli, mana shunaqa joylarga borib biz bolalar bilan aynalib sayohat qilib, mana bu Chimyonga, nimaga, Huvaydoga borgandik. Bitta meni orzuyim bor. Men shu konni yana ham ko'tarilsin, taniqli bo'lsin deyman-da. Muzey qachondan beri aytyapman. Jamg'ar raisi
Ulug'bek joy aytdi. Xudo xolasa Munira opa to'g'rilaymiz dedi. Yana mana shu yerda Koinot Kavsar nima rahbari Maqsadjon Sotkinov u ham aytdi, Xudo xolasa ana shuni yordamini qilamiz dedi. Bir kun o'tirsam, mana shunaqa narsa topdim. Bu Ilyos opoqimiz mana shu yerda ishlagan, yashagan va shu yerda shu zaminda yotibdi, rahmatli bo'lib. Shu vaqtlarda u o'ylagan, meni kelajak farzandlarim, balkim nevaralarim, chevaralarim qiziqar deb hamma mana qarang ma'lumotlarni ilgari pechatniy mashinkada yozishganlarni ham yopishtirgan. Ba'zi dokumentlar kon haqida. Qarang mana shu yerda hamma udasida mana bu konni aholisini gazetadan olingan rasmlari. Mana qarang, shu vaqtda opoqimiz yopishtirgan ekan. U nimaga yopishtirdi? Daftarga qarang, shu endi yo'qolmasin, nima bo'lmasin deb mana shu yerda dokumentlar uni haqida qarang, o'zi avtobiografiyasi, mana unga tabriknomalari hammasi yig'ilishlarga borgan. Axun Babayev bilan Tamara xonimlarni ko'rgan ekan. Qarang, mana shunaqa nimalari ham bor ekan, hammasi ba'da. Men aytayapman, bunaqa narsa muzeyga mana qarang, mana shu gazetadan sarlavhalar hammasi olingan, u yopishtirib xalqqa borsin degan. Uni olgandan keyin, men ko'rganimdan keyin qiziqib qoldim. Yo'qolmasin, yonib ketmasin deyman. Mumkin bo'lsa, shu jicha-jichadan ag'dan ba'dan qidirib, mana shu tarixini yig'ishtirib boshladim o'qigani internetdan, kitoblardan topdim. Endi shularni qanday neft topilgan, kim ba'da yurgan, qanaqa millat odamlari, nima sababdan biz Nobel uylar, Nikolay uylar deyiladi. Podshoh Nikolay kelgan baqa, Nobel kelganmi desam, mana shu tarixni mana qarang, mana shu bino hozirgacha borda, Koinot Kavsar ichida rasmlarga necha yillar bo'lib ketdi. Mana kitoblardan shu nimalarni olib, mana neft qanday chiqarishgan, hamma ma'lumotlarni qanday olishi nimasi mana qarang. 1900-yilda ham xabar bor ekanda, Chimyon haqida neftina месторождение mana qarang, 1904-yilda aniq dokumentalni chiqqan ekan. Nomi mana shunday neftepromysl degan narsa bor ekan. Mana qarang, qanaqa nimalar kelgan, mana shu Nobel odam bizga o'shaqqa qo'lga jo'natgan ekan shu nimalarni. Mana shu odam o'sha yerda ishlagan shu nimalarda mana ma'lumotlar rus tilida topib, o'zbek tiliga o'giribman. Gazetaga shularni chiqarganman-da. Endi bu rus tilida yozilgan ma'lumotlarni olib, o'zbek tiliga o'girib, qiziquvchi odam, mablag' va hamma narsa mablag'ga taqaladi. Endi uni xonani ajratish kerak, uni bunday yasatish kerak, unga baribir qanchadir foiz ketadi. Men kimdir shuni o'ziga nima qilsa, bo'yniga olib, shuni men qilaman, men shu jo'n kuydiraman. Men hamma narsani beraman. Dokumentlar, nimalar, jo'n kuyar odam kerak-da, shu kon uchun. Gaplashsangiz, yoshi katta odamlar gaplashsangiz, qancha qiziqarli narsalar chiqadi. Mana shu yerda Parankina Galapa bor, uni bilan gaplashgan, u menga qancha rasmlar ko'rsatdi, qancha ma'lumot berdi. Men aytayapman, men shular hammasini to'plab bilsangiz, gaplashsangiz, sizga mana rahmat, siz bitta turtki bo'ladi. Endi bizga balkim shu bahonada bitta narsa aytaman. Haqiqatan men psixologlikka o'qiganman. Shu narsa borki, men o'zim har doim hozir shunday bo'lmasa, bugun bo'lmasa, lekin ertaga bugun harakat qilsa, ertaga shu narsa bo'ladi deyman-da. Bitta gap bor, bitta yaxshi aqlli odam aytgan ekan. Har kuni 5 minut, yarim soat qunt qilib shu narsaga ahamiyat bersang, yaxshilab, yilning oxirida natijasini ko'rasan degan. Qarang, shu haqiqatan shuda to'g'ri narsa. Yoshlarimizga aytaman-da, bunday chin yurakdan harakat qilish kerak-da, chin yurakdan. O'zingni mana shu yerda vatanim deb jon kuydirsang, vatandan qaytadi, albatta. Men shu O'zbekistonni ayoli, men o'zimni
faxrlanaman shu yerda yashaganimdan, shu yerda ishlaganimdan, shu yerda tug'ilganimdan. Bitta formula o'rgataman. Maqsad qo'yasizlar. Maqsad baxtli bo'lish. Bitta bunday maqsadga erishish uchun u chiroyli maqsad bo'lish kerak-da. Mana misol uchun men har doim aytaman-da, mana shuni qilaman deyman. Daftarga ham yozib qo'yaman. Maqsad qo'yildimi? Fikr keldi, yaxshi maqsad qo'ydim. Endi shuni bunday harakatini boshlaysiz. Mana formulani. Maqsad, harakat, albatta natija. Natija zo'r. Qanday rohatlanasiz, uni qo'lingizga olganda. Mana misol uchun maqolani yozaman dedim. Maqsad qo'ydim. Maqolalarni hammasini nimasini yig'ishtirdim. Keyin harakat qildim. Natijasini ko'rdim. Mana shu O'zbekistonni xalqiga, vatandoshlarimga, hamma qarindosh urug'larimga, qo'ni-qo'shnilarimga, hamkasblarimga, yaqinlarimga bitta tilagimda hamisha yaxshilik tilanglar, qaytadi. Harakat qilinglar, Xudo beradi. Onam aytadi, o'zing yaxshi bo'lsang, yaxshilar yoningda bo'ladi. Yomon bo'lsang, yomonlar yoningda bo'ladi. Shu gap to'g'ri. Qo'limizdan kelgancha yaxshi bo'laveraylik. Hammamiz tinch omon bo'laylik. Dasturxonimiz to'kin bo'lsa, vatanimiz tinch bo'lsa, hammamiz sog' salomat bo'laylik. Amin. Yaxshi kunlar uchrashaylik.